Assalomu alaykum, ferma o'z obunachilari, akalar, xudo xolasa mana aytilgandek Xitoy davlatidan 478 dona semental galishli mollarimiz kirib kelyapti. Mana o'tdi, xudo xolasa. Mollar ko'rsating, mashalloh deb birinchi qoringa akarash boshlash, mana shu bitta laykka bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Qochma xonajin ham bor, birinchi qoringa bo'g'oz zo'rni olaman deykanlar, aloqa chiqaradi, xudo xolasa. Mollarni ham qator ko'rsatib berasiz. Mollarni ham ko'rsating. 2026-yil 16-yillarda bugun xudo xolasa. Xitoy chegarasida Qirg'iziston chegarasi o'tib bo'ldi. Xudo xolasa 17-yillarda yetib boradi inshaalloh. Yem suv hashalarni berib bo'ldingiz. Berildi. Hamma yo'q, mana mollarni ko'rsating. Mana. Hammasidan bor, xudo xolasa. Sementalsa semental, galishtinsa galishtin. Fermer akalarimiz birinchi qo'lda olaman deyotganlar, sirasi aloqa chiqaradi. Mollarni ko'rsating. Naslli, toza sut yo'nalishli mollar. Haqiqiy, qoni toza eng qizig'i. Galishtirlari ham bor ekan. Bitta ko'rsating. Joning Mana mollar. Xudo xolasa akalar, fermozga Instagram ham bor, YouTube ham bor. O'tib like bosib aloqa chiqarib, sotilganini ham hammasini videosini qo'yib bordi. Osonlikcha bo'lmayapti, oluvga ketishlar. Obod hamma gapiriya xolos, akalar aytdi, mehnatlarni o'zi hamma bilib turibdi maqdiy odamlar. 7-sutka ekan bugun. Mana 7 sutka bo'lib mashinaga chiqqan ekan mol janovorlar. Shunchalik qilib sizlarga olib borib berishni o'zi bo'lmayapti akalar. Hamma og'izda gapiryapti ekan xolos, buni qiyinchiligini. Mana shu yerda mol o'tkazayotganlar bilyapti ekan xolos. 7 sutkadan beri Sutkadan beri ishlayotgan mollar ancha orqa yurgan, endi o't suv endi berdi akalar. O't suvlarni hamma yo'g'ini berdik, xudo xolasa shu yerda hamma molga berib chiqdik. bitta odam o'zi biladi, qanaqa yeydi. O'na tomondagilar ham ko'rsatib kelasizmi o'zingiz? Ko'rsatgan, materiallar bering. Mana Ketdi. operator Ko'rsating. Faqirdejan Sidiq akam, bitta like bosib qo'yasizlar. Ana. Mollarni naql olib borib olish o'zimiz bilyapmiz, qanaqa qilib olib ketganini. Xudo xolasa akalar mana uni qarang. Hammasini ko'rsatamiz. Mana akalar nechta mashina? 4 ta Xitoyning mashinasida, 12 ta Qirg'izning mashinasi ketyapti. Mashalloh. Joning sog' bo'lsin. Mana akalar sizlar uchun ketdi. Xudo xolasa mashinaga bittadan bosib qo'yiladi. Ammo akalar olib o'tishdi o'zi rostlakamga qiyin. Hazlakan basakan akalar bu. Hamma gapiryapti, hamma qo'yib yozdi xolos. Olib o'tgani hisob, Mana bizda qo'yilgan yo'q edi. Bizda o'tilgandan keyin attichat bo'ladi gapga. Oldindan qo'yish yo'q. Xudo xolasa o'tilgandan qo'yiladi. Mashalloh. 17-iyuldan xudo xolasa kelinaveradi. Farg'ona viloyati Quvvat tumaniga yetib boradi. Mashalloh. Haqiqiy naslli sut yo'nalishida olaman deyotgan akularimizga 200 dona galishtin bor. 200 dona bo'g'oz birinchi qoringa galishtinlar bor. 278 dona sementallar bor. Mana bu mollarni ko'rib qo'ying, mana. Abdunozim akam, Bobir akam, Faqirdejar aka. Ketdi akalar, xudo xolasa taqdirlarini ko'rsatib o'tamiz. O'nolarni bitta ko'rsatib o'taydi. Xudo xolasa akalar, mashalloh. Duoda bo'lib turasizlar akalar. Xudo xolasa bu boshlanishi. Oxiri yo'q. Inshaalloh bosaveramiz gazini. Ammo faqat o'tgandan keyin qo'yiladi. Bizda bu mollar olinyapti deyilgan yo'q. Qo'yiladi, Instagramga ko'rasizlar akalar, Instagramga qo'yiladi. Mollar ashetda olingan holatda videolar qo'yiladi, hammasiniki. Eng qizig'i akalarim sizlar uchun 25 dona qochma xonajini ham bor. 25 ta. Joning sog' bo'lsin, munqaranglar. Ay mashalloh. Hamma havas qilgan uyda kamida 100 ta bo'lsin. Kamida 100 ta bo'lsin. Mana uni qaranglar, voy joning sog' bo'lsin. Mana uni qaranglar akalarim. Endi hozir qancha gapirsam ham gapirishga anaqa akalar til ojiz deydi-yu, xuddi shunaqa. Nima ya? Maytdan o'ta qiyin bo'ldi akalar, o'ta qiyin bo'ldi. Mashinalarni ham ko'rib qo'yiladi. Mashalloh. Mashina o'ta serob akalar. Qog'am vashshe anaqa tog'damiz. Joning sog' bo'lsin. Ammo mollar xudo xolasa pervilar ketyapti. Mana mashinalar qaranglar akalar. Bu tog'ladi jonivor. Xudo xolasa mollar ham mazza qilib boradi. Uzoqlashmaysa video. Mana mashinalarni bitta ko'rsatib o'taman. Mana jonivorlar. Mana shu mollar ketyapti, sementallar. Mana sementallar. Mana u ham bor. Mana bag'da bor. Hammasidan bor. Mana ular qaranglar akalar. Mollar so'skalarni qaranglar, mashalloh. Ammo olib kirishdi o'zi oson bo'lmadi. Mana sementallar qaranglar. Jonivorlar. Mana mollar. To'qol desalar, to'qol, shaqliq desalar, shaqliq hammasidan bor. Mana mashinalar akalar. So'skasini qarang. O'zaki buni.
originallarni haqiqiy. Xudo xolasa maza qilib ko'ring videoni. Mana jonivorlar akalar. To'qolsalar, to'qol. Mana u qarang. Уже yetilganlari ham bor, Ali. Sut yo'nalishida olaman deganlar bo'lsa, krupni birinchi qo'lga o'zimiz olib kiryapmiz. Aloqachi ko'rasizlar. Bizda zakaz berish degan narsa bo'lmaydi. Kelib ustida savdo qilasizlar. Xudo xolasa mol yetib borgandan keyin. Mana mollar. Mana shaqlar. Mana poskalarni qaranglar. Joning sog' bo'lsin bular. Mana galishtirlardan ko'rsatib bering. Galishtirlarni ko'rsatdi ekanlar bo'lsa. Mana. Galishtirlarni. Mana galishtirlar akalar. Hay, joning sog' bo'lsin. Bular qirg'izning mashinalari, Xitoy mashinalarini tayyorlab oldik. Mana. Soskasini qarang. O'ta yirik. Xudo xolasa akalar, yirik xonajillar ketyapti. Mana, bag'daylarni ko'rsatib o'tib ketyapti. Mana mashinalar, Xudo xolasa. Qochma. Mana uni qarang, hoji aka, mana uni. Soskalarni qarang, mashalloh. Mana. Xudo xolasa mana akalar, sekin yurishga davom etyapti. Boshlanyapti yurish. Mana sementallar. Yana sementallar. 278 ta semental, 300 dona galishtin. Общий 478 dona Farg'ona viloyati Quvvat tumaniga ketyapti. Xudo xolasa. Anor savxozda. Mana. Yoning sog' bo'lsin. Maqda ham mashinalar bor akalar. Ona mashinalar. Pon. Hech to'zda nechta mashina bor mana. Bu aka, mana ketdi, lakki bosing. Mana akalar, Xudo xolasa galishtin bular. Mana jonivorlar. Ketdi, Xudo xolasa tushirayotgan videosi qo'yiladi akalar, tushirilayotgan videolari. Bulardi akalar. Bu yerda tushirayotgan videolarni qo'yaman. Instagramga ham o'tib, obuna bo'lib qolishlarini tavsiya qilib qolaman, Xudo xolasa. Mana, ketdi. Xudo xolasa yurishda boshlaydi. Havas qilib bitta mana shu like bosib qo'ying. Aloqachi ko'rasizlar, Xudo xolasa. Bundan keyingi videolarni ham ko'rishni davom etinglar. Albatta obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, Xudo xolasa hammasini ko'rsatib beramiz sizlar uchun. Instagramga ferma o'tsalang chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.